Ben Kırbalay. Siz kim olsanız? Ben Ma. Bir günde başlap oyuna gitmem buldum. Kirsem bular? Oldu. Rahmatlar. Oy, pek tızgı. Ay, Astrak. Tam da teyip gitmesin ha? Astrak. Ay, kız. Bu tam da mukakmalı. Hechqanday masala yo'q. Mushuk xotini uyda o'tiramiz nima? Siz uyingizda sizdan yiningizlamkan bu. Voy bo'ldi shikillar tanni bitirib qiyo'linglar bo'ldi. Ay, to'xtam. Vay. Hey, Bernan. Ben qandaq deyman. Ma'qul. Xo'sh. İkimiz bir paransı olaylı. Paranışaylı. Ay, kalkmam dedim ki nimadan nima kıkıyırsın? Shunchalar bezirabdingiz mi? Men sizga necha qitim deyman, haqni ishiga aralashmang deb, ha? O'zimizning ipi keladi. Qana qilmas? Nimani qana qilmas? Pulni-chi, pulni. Bu amdil ko'chib kirib, nim pulkan o? Sizningcha men mushu uyda o'tiramanmi? Ha? Bu amdi ko'chib kirib, bu ko'chib kelsangiz qanday bo'ladi? Shunchalar pul xashlab bo'lib. Men bugunlam uyga borman. Ha, zakalat pulini beraytan. Menda pul yo'q. Pul yo'q? Men sizga dedim-ku, bu men o pullarning hammani shiltib yutib qopdim-a. Shu menda pul yo'q. Siz mashta deb turvasamlam bo'ldi deb o'ylab qoldingizmi? Ha? Menda rostili yo'q. Navada bek ko'chib ketganingiz bo'lsa, oldindan men uy ijara oldiq odam tepib olay. Andan dekin bir gap.
Men bugunlam ko'chikdiman. Voy men sizga dedim-ku, menda pul yo'q deb. Uning ustiga hozir o'zingiz bilasiz, shirkatga ahvolim ancha yaxshi emas. Sizlar. Siz nima bu shunda qiynaysiz meni? Ha? Nimda bu o'yinni setib olsiz? Nimda bu ishlarni murakkablashtirasiz? Bu gapni men sizga desam to'g'ri bo'lar? Men aran tasdikni pul yig'ib uydan birini setib oldim. Yana siz men ushurdingiz. Taqtayotgan gapini menga deyapti. Men rasul saran qilib qo'ydingiz. Taqtayotgan gapini. Xanım qirolg'indan qo'ymas. Xonim? Hay, gap qilib gap so'zingizga diqqat qiling, ha? Fikam, siz kimda xonim deyapsiz? Ha? Mush xotin meni xonimimmi? Xotin? Mantaqa ikkalani arayolmik deb qopdim. Unda emas. Dadingiz dedingizmi? Yo'q. Men nima deb og'iz ochishimni bilmayapman. Bernam menga osonmi? Siz bo'lsangiz meni tushunib qo'ying. Men bu sizning tansit qoningiz bilib turyapman, lekin opam meni bekla oldirib ketib bordi. Ma'qul. Men bir amal qilib dey. Dada, Oh. Chinan qizim. buni Nima? biroz bo'lmaganda? Nima ish bo'ldi deysiz qizim? Hech yo'q. Hozir ishdan tushdingizmi? Ha. Dada, ilqi pul. Eliqqa to'xtab tuzdingizmi? Ha, Kinishkichu. oldim. Hammani hal qilib bo'ldim. Yaxshi o'tdi qizim. Yaxshi o'tdi. Dada, do'kon taqmamsa? Taqaymi? Qizim. Siz chiqib dam olg'ashtiring. Men hozirlik chiqaman. Ma'qul. Dada, Oh. biroz bo'lmaganda? Yo'q, hech qanday ish yo'q. Xotirjam bo'ling qizim. Ma'qul. Hamma ishlar o ko'nglimdagidek. Bu uyning xo'jayini esa ko'zimga toza sig'madi. Qanday qilsam bo'lar? Buni bir amal qilsam bo'ldi. Aka. Aka. Keldingmi ukam? Nima o'ylayapsan aka? Nima o'ylayapti?
tan qilib o'tladim degina. Biroq qarorga kela oladingmi? Qanday qilmaydi? Qaysar kichik bo'g'ini bilan uning degan gapining asosi bor. Biz Jasurning ko'nglini ayab, bu to'yni qilamiz deganimiz bilan Qudularning degan yerdan chiqolmaymiz, aka. Mush ish o'tirib chiqqandan beri bu uyda xafalık tugamayotdi. Vaqtida bir taraf qilib etmasak, bolalar o'tirsa so'roqchilik tushib, ma oilamiz to'zib ketadi deb ansirabli turma. Qaraganda nima kunda bu? Ko'rdigan kunim bor o'xshaydi aka. Aka. Sakalat bunu qanday qilaman? Buni nədimi tapaman? Ayircampning qutisi o'zgardi. Yenisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırıcı. Voy nima nang? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Men Dilkan Xalqaro So'zchilik şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ben aldım. Amma ben Müslüman yapsa. Mushinchilik ishini qamlashtiramamsizlar? Ha? Direktor. Aliye, Po'lat direktor bir ish bo'ldimi? Nima? Olimka, bugun do'kon ochmadingizmi? Olimka? Olimka? Bir ish bo'lmagandi? Yo'q. Mijozingiz yo'qmi? Ma'qul.
Ravan şirket bizning şirketning mahsulotini rad qildimi? Nemish qundaq qilg'idak? Tündügün o şirketin vekili bilen keşik tamak uğurlaştırgan. Ulanın deyişte direktör tamakaqda adapsizlikqa oqşaydı. Kimning topgan gapiga u? Polat nima deb ularning vakiliga adabsizlik qilg'idak? İlqi ameliyatda. Abbas liderni Heliqi doktor Amina bilan to'y qildi deydi-ku. Ha. Amina kichik vaqtimda kechki xabarning doktori. Shu vaqtda to'lim jalbkor ko'rinadi. Bu ayol haqiqatan qaltis bu. Balkim bu ayol bu o'ringa o'zining amaliy kuchi bilan emas, boshqalarning soyasida chiqdimiki? Hey isi. Abbas kamı bu ayolning aldam qaltis tushib ketdi-da. Shundami? Ha. Bu ayol haqiqatan qaltis. Polat direktor. Әмдіге қылы. Bu undaq gap emas qaran. Kızım. Mana shundoq bo'pti. Baş direktorning ochiq ekaniga ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Lekin qarish taraf vakilimi, deydiganimi, deyish bo'lmagan nima debdi. Ondan adisi bizning shirkatlar davomli to'xtamni rad qilibdi. Chatoq bo'pti u. Bu Ravan şirketi bizning shirkatning asosiy xaridor emasmi? Bu endi qanday qilg'uluq? Ravan şirketining direktori bilan ko'risha oldinglarmi? Biz ko'p ko'rishdik, ammo ular rad qilyotdi. Telefon qilib yurguncha yotqi qilib berishmamsa? Ular biz o'rlashdiq yataqni qaytarib etib, boshqa yoqqa ko'chib ketibdi. Bir top non qipila. Asim degan bir minang davomli boradigan kechlik klub, restoran, oshxona degan yerga borib izlanglar. Bo'ldi, direktor, bo'ldi. Yana nima qarab tursa, minishmamsa? Hamisi amalga tezroq davolash masalasiga boqamiz. Bildim. Siz ma'qulsiz deb qo'ying. Pek aldirtib ketmiz. Ma'qul emas, ma'qul qo'y. Hamisi men kirib, dadam bilan ko'rsatib ma'y. Ha, ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Qo'y. Sada. Kafosalam. Şu ilqi, şu belning doğrusu, ha? To'xta. Mana. Bo'pti. Sen ishon qilaverginamiz. Ha? Sada. Yo'lda diqqat qilasiz. Hammasi kechdi, baldiroq bag'in. Ha? Hamma. Yaxshimisiz bilim boshlig'i? Men Xislat. Yaxshi. Uzun bo'pti ko'rishmagili. Bugun sizga telefon qilishimda sizga bir hojatim tushib qolgandi. Yordam qila olasizmi? Direktor, Ravan shirkatining bosh direktori saqlab qoldi. Siz rahlaylik. Qani. Yaxshimisiz Asimka? Yaxshimisiz. Direktorimiz birga keldi. Yaxshimisiz. Direktor, kela o'tir.
Asımka, əməliyyatda bizning direktor Xislat. O'tgan qitimliq ishda nayt xijilman. So'ng oldingizga samimiy kechirim so'rab keldim. Çay qo'ying. Ma'qul. Ben siz nimadan? Xislatni da'vatim. Siz qo'ygan joyni qandaq mushkil olsun? Bo'ldi, men qo'yay. Sen qo'yay. Xislat, bizning bo'limning boshlig'ini qandaqmi qoyil qilgansiz a? Haqiqatan yomon qizjimisiz. Unchalik emas-ku. Agar siz demagan bo'lsam, bu yerga hargizmi kelmaydim. To'g'risizmi, Polat direktor? Asımka, əməliyyatda direktorimiz o'tganda qilgan qilmishdan qattiq pushaymon qilib, sizdan kechirim so'rash uchun alaydan bu uchrashishni o'rlashtirdi. Polat direktorni qandaq mendan kechirim so'rag'izami? Shundaqmi, Polat direktor? Asımka, Xislat. Siz hech to'y qilmadingiz-ku deyman, ha? O'tganda sizga degandim-ku, hozir xizmatni birinchi o'rin qo'yma. Haqiqatan esa qizjimisiz. Undaqda to'xtamni davomli tuzaymiz-ku. Avval choy ichaylik. U gapni keyin deyishamiz, ha? Asımka, navoda bizni o'tib ketgan yerimiz bo'lsa, shirkat nomidan men sizdan kechirim so'ray. Bo'z to'xtamni tuzib o'tgan bo'lsak. Dadingiz nima do'kon ochadi? Asımka, qanday qilsak to'xtam tuzaysiz? Aras, dadingiz so'qmoq do'kon ochadi-ku deyman, So'qmoqchining qizi edansiz. Do'konning savdosi yaxshi-da. Bir kun berib do'konning savdosi qilib berib kelaymi? Opang Xislat mangil. Direktor, Bu yer bir sekundni turib yo'qmi? Polat, agar siz bu yerdan bir qadam nari ketadigan bo'lsangiz, shirkatga to'xtam tuzman deb xayolayman. To'xtamni uchun men siz bilan tuzmayman. Siz nima ish qildiq odam? Siz nima ish qildiq odam? Men uni oran chaqirib chiqqan bo'lsam, mushundan chiqib ketamsiz? Hey, aşağıtınlar qarab o'tiramdim men. Jira. Men nimaga ahonat qo'ysiz Xislat? Men shuncha iqtidorsizmi? Meni qo'l ostimdagilar haq ochdan muomala qisman qarab o'tirma. Bu hozir buni o'ylashadigan vaqt emas, direktor. Bu shirkatning taqdiri bilan munosabat cho'ng ish qildingizmi? Shirkatning taqdiriga munosabat deb yijib o'tirsiz. Yijib qo'yish nima shopdi? Men sizni oxutim, moxutinsam, yomon qoqshab ketyapsiz. Ajab ishni ko'zga ekansiz a? Direktor. O'tgan 8 yilda liderning buningdanmi ig'ir ahonatga uchragan vaqtlarda, garchi yomg'ir yig'vasimi, shirkatning taqdiri uchun boshqalarga soatlab yolvorib turg'ini ko'rgan. Liderimiz shirkat uchun shunday qilgan. Liderning qilganlari oldida bu mening qilganim qancha kishdi? Ajab ta'sirli hikoya bu. Shirkatning taqdiri uchun nima ish qilsangiz bilaverdi. Shuni siz ijarab kotiblikdan kotibatlikqa, shirkat mudirligiga chiqdingiz. Shirkatning taraqqiyoti uchun mehmonxonaga boshsiz beraveramsiz. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchi. Ayollar gulga o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Tokilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Vətmə hər gün çıxırırsın. Vay nimenin? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşoki. Yana mushu munosabat bilan hamda mushu Dilkan xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida qo'yilayotgan ota arzusi filmini ko'rgandan keyin kang farzandlarning ota-onalarga yetkazmoqchi bo'lgan ko'nglidagi fikrlarini, ta'sirotini, talablarini
yoki ota-onalarning farzandlarga qo'ymoqchi bo'lgan talab fikrlarini, yurak so'zlarini mana shu tuvandagi ilxat adresiga Shoshikin shakli orqali yo'llashinglarni umid qilamiz. Biz buni tahlilni o'tkazgandan keyin shu kino orqali keng jamiyatga e'lon qilmoqchi va shu orqali ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi muhabbatni, tushunishni cho'nqurlashtirmoqchimiz. Hayat kendi bergeymi Gözüm tolgan bilen yaşka Gözüm tolgan bilen yaşka Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bu? Açığın yanmak he. Yakay asa. Hazır çakıp oturtunuz mu? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa açtığınızda kıpla. Of dada kuskum aşmı. Limanda içimi sıkıntı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamın toğra. Kanda olsa memsinden balan bu. Burada. Ayya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktım ben. Dada. Kulkan bilen öldürüz bizgi göremse. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz acaba? Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür damı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlarımı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin
tapalmasın cay Çilger gülnün tikini birge Güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay Çilger gülnün tikini birge Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay Kısmetler hemmige okşaşta kıyın Özgermez hakikat hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige okşaşla kıyın Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxittur baxit kanaat Esindin ketmisin şu oddiy savat Kısmetler hemmige okşaşta kıyın Özgermez hakikat hayat ve mamut Kalbimde memnunluk bulsun barşıge Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kısmetler hemmige okşaşla kıyın Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxittur baxit kanaat Esindin ketmisin şu oddiy sabat Esindin ketmisin şu oddiy sabat